Narxlari osmon bo'lgan, lekin tayyorlanishi juda oson va kam xarj masalalar ketuvchi shirinlik gusini lapkini bugun sizlarga haqiqiy retseptini bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bu video albatta siz uchun foydali bo'ladi. Birinchi pisovchni xamir qorib olishdan boshlaysiz. Shunda shunaqa sochni bo'ladi, ichidagi tuxumlari umuman bilinmaydi. Hidi ham kelmaydi va juda ham chiroyli ishi bo'lib chiqadi. Birinchi xamir kroshka qilishdan boshlaymiz. Un bilan margarin yoki silveshnoy maslani shunaqa maydalab, yaxshilab kroshka holiga keltirib olamiz. Bitta pachkada razixitr, 4 tuxumni sarig'i va 2 osh qoshiqda smetana solib, yaxshilab xamir qorib olasizlar. Juda ham sariq, yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Tayyor bo'lgan xamirimizni mayda-mayda bo'lakchalarga, zuvalachalarga bo'lib yoyib olamiz. Ichidagi bizesini tayyorlash uchun 4 dona tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, oppoq bo'lib tepaga qisib tushib ketmagunga qadar yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin bo'lsa 4 ta tuxumga 4 dona osh qoshiqda shakar solamiz. Har aralashtirib ko'pirishni boshlagandan so'ng bir qoshiqdan aralashtirib solib turamiz. Shunda shunaqa idealni massa bo'lib chiqadi, qotib qoladi. Eng qizig'i suvi chiqib ketmaydi, pishgandan keyin ezilib ichida yo'qolib ketadi, hidlari ham kelmaydi. Bize yo'qolib ketganda xamiringlar ta'msiz bo'lib qolmasligi uchun yer yong'og'ini maydalab yoki yong'og'ini maydalab qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Shunda yana ham mazali bo'lib chiqadi. Qo'shib yuborgan tayyor bo'lgan massamizni xamir orasiga solib, xuddi ko'rsatilgandek tugib olasizlar.
30 daqiqada pishib chiqqan tepa past olovdagi lapkilarimizni ustiga moloko sepib, ustidan yana kukurushka yoki bo'lmasam kokos qirindisi sepsanglar yanada mazali va ochilib turadi. Shunaqa shirin va ajoyib retseptlar kerak bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.